Sharq Turkistonda Xitoy zulmi davom qilmoqda. Shuning bilan birga chet ellardagi oila a'zolari va tuqqanlari tutqun qilinganlar haqida guvohlik berishni davomlashtirmoqda. Eng yangi uchurlarga asoslanganda Ömer Rozi hojining urug' tuqqanlaridan 28 kishi Xitoyning atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ilish lagerlariga qamalgan bo'lib, hech kimdan xabar olish imkoniyati bo'lmagan. Xitoy soqchilari tarafidan aka-ini va och singillarga majburiy pasport bejirilib, Turkiyaga sayohat qilib kelishi talab qilinganligi, berib kelgandan keyin bo'lsa Turkiyaga borganligi sababli tutqun qilinganligi bildirilgan Ömer Rozi xalqaro jamiyatdan yordam talab qildi. Amerika Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarga tutgan nachar muomalasi sababli bu bostirishlarda qo'li bor 28 Xitoy davlat organi va shirkatlarini qora tizimlikka kirgizdi. Bu organ va shirkatlarning Amerika bilan savdo kelishimi cheklanadi. Bu organ va shirkatlar Amerika mahsulotlarini sotib olmoqchi bo'lsa, cho'qim Amerika hukumatining ruxsatidan o'tishi kerak. Bu korxonalar orasida ko'zitish uskunalari ishlab chiqaradigan texnik shirkatlarmi bor. Amerika Savdo Ministerligining bayonotida bu organlarning kishilik huquq tajovuzchilariga sherik bo'lganligi, Xitoyning bostirishlari, kollektiv tutqun qilishi, Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlarga qarata yuqori texnikalik kuzatish olib berishida rol olganligi bildirildi. Xitoyning Hong Kong alayda ma'mur rayonida elib berilayotgan namoyishlarda maska taqmaslik qonuniga xiloflik qilganligi sababli 70 kishining qo'lga elinganligi bildirildi. Osiyo xabar kanaliga asoslanganda Hong Kongda o'tgan hafta oxiri yo'lga qo'yilgan maska qonuniga xiloflik qilganligi sababli 12 yosh bilan 41 yosh orasidagi 70 kishi qo'lga elingan. Yana bir tarafdan Hong Kong bosh ma'muri Carrie Lam namoyishchilar bundoq davomlashaversa Xitoy armiyasining daxl qilishi mumkinligini bildirdi. Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan sistemalik zulmiga qaramasdan İstanbulda yo'lga qo'yilgan va norozilik qo'zg'agan Xitoycha yo'l belgilari haqida İstanbul shaharlik hukumat bayonot e'lon qildi. Doiralar tarjima viviskasi nomida bir yangi tur yo'lga qo'yganligini, tunji ijroatining Xitoy qurilganligining 70 yiliga munosabati bilan Xitoy bosh elchisidan kelgan talabga binoan yo'lga qo'yilganligini bildirdi. Bu turning Xitoy qurilganligining 70 yiliga munosabati bilan İstanbulga sayohatga kelgan 400 ming atrofidagi sayohatchilarga qarata boshlanganligi ta'kidlandi. Amerika Mudofaa Ministerligi 5 burchaklik bino Turkiyaning Suriyaning shimoliga olib boradigan bexatar rayon harakati haqida bayonot e'lon qildi. Bayonotda askarlarimizning Suriyaning shimolidagi turk askarlari harakat olib berishi mumkin bo'lgan joylardan chekindirdik deyildi. Bayonotning davomida mundaq deyildi: Afsuski Turkiya tang taraflimlik harakat olib berishni tanladi. Natijada Amerika qismlarining bexatarligini qo'g'dash uchun Turkiya armiyasi harakat olib berishi mumkin bo'lgan joylardan chekindirdik. Şu anda Suriyadagi qismlarning mavjudligiga doir bir o'zgarish bo'lmadi. Amerika basketbol birlashmasi NBA komandalaridan Houston raketa komandasining direktori Daryl Morey ommaviy taratquv hisobida Hong Kongdagi hukumatga qarshi namoyishlarni qo'llab bayonot e'lon qilgandan keyin Xitoy davlat televiziyasi CCTV Amerika komandalarining Xitoyda o'ynamoqchi bo'lgan tayyorlik musobaqasini naq maydondan toqatmaydiganligini e'lon qildi. BBC'ning xabar qilishicha, CCTV Twitter hisobida bayonot e'lon qilib, Los Angeles Lakers va Brooklyn Nets komandalarining Shanxay va Shinjinda o'ynaydigan tayyorlik musobaqalarini ulab toqatmaydiganligini bildirdi.